Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari akalar. Mana bunaqangi naq bo'g'ozlarni olaman degan aka do'st birodarlar. Qo'yni qarang. Ikkitami deyman-a? Alloh alam. Xolos egizak tug'ib beradiganlar, naq bo'g'ozlar, tug'ay deb turganlar akalar. Xudo xolosa videoni mana bugun hafta kuniga shanba kuni 14 bugun? 14-fevral sanasida qilyapmiz. Biz mana 4 dona holda qilyapmiz. Ertaga yoki indinga tug'ib qo'ysa ham barakani qilib qo'ygandan keyin inshaalloh kimga nasib bo'lgan bo'lsa o'taveradi mana. Xudo xolasa bugun erta tug'ib qo'yadi ashirasi. Qolganlari ham yaqin bo'g'oz mana. Yana qorinlarini tashlagan bo'ladigan yaxshi variantlardan. Qirg'izistonda qayerdan bular? Beshkekdan kelgan akalar. Tishlari sovliq qo'ydi, glavnisi tishi. Yoshligi hammani qiziqtiradigan. Manasi 6 tish, ko'ki 6 tish. Bu bilan ko'k 6 tish mana mashinasi bilan. Ko'ki 6 tish. Xo'p. Yarim sariq bilan qora 4 tish. Sariq bilan qoralar 4 tishdan. Konkretni uyga borganda ochib ko'rishaveradi, garantiya. Bo'ldi. Akalar uyga borganda bemalol ochib ko'raverasizlar. Ikkita